Assalomu alaykum hammaga. Bugun YouTube platformasiga birinchi chiqaradigan videomiz. Biz asosiy faoliyat turimiz shu avtomashinalarga oldi qismi, yon tarafiga shikast yetgan joylarni tuzatish bilan shug'ullanamiz. Bu ish bilan 20 yildan beri shug'ullanib kelamiz. Manzilimiz Qarshi shahar Xudoyobod mahallasida joylashgan. Har xil turdagi mashinalarni qanaqa xizmati bo'lsa ham, o'zimizga tegishli xizmat bo'lsa, bemalol qo'ldan kelgancha bitkazib berishlikka harakat qilamiz. Hozirgi ishlayotgan mashinamiz Kia Sportage avtomashinasi. Bu avtomashinaning 4 ta eshigini ligrovka, eshiklarni 3 etapli shumizlashsa qilish jarayonida ketmoqda. Hali birinchi slov, ikkinchi slovlari yopishtirilgan. Oldi eshiklari ham. Bu avtomashinamiz oldi tarafidan shikast yetgan joylar bor edi. Airbag qismlari ham ochilib ketgan. Hozir mana shu avtomashinaga ishlash jarayoni ketmoqda. Eshik ligrovka xizmati ham bor bunga. Bitgan jarayon. Eshik yopilishi juda ham yaxshi. Endi biz ochilib kelgan mashinalarga xizmat ko'rsatamiz. Ozroq kutib turiladi lekin. Kraska sepish jarayoni davom etmoqda. Yigitlarimiz chang kiradi, shu eshikni yopib qo'yaylik. Asosiy faoliyat turimiz shu shikast yetgan joylarni ta'mirlash bilan shug'ullanamiz. Xizmatlar bo'lsa bemalol aloqaga chiqsanglar, qo'ldan kelgancha bitkazib berishga harakat qilamiz. Endi hammani ilohim yo'llarga Xudo o'zi asrasin. Salomat bo'linglar.